Hammaga assalomu alaykum. Hozirgi kunda katta mavzu bu markirovka. Markirovka u o'zi nima va nimaga kerak? Hamma bu narsani eshitgan, lekin hech kimda ma'lumot yo'q. Shu narsani bugun biz berib o'tamiz. Xo'p, markirovka. Bu misol suvimiz zavodda, mana Mantella zavodida ishlab chiqariladi. Mantella zavodi tovar ishlab chiqarilganda ustiga qopqog'iga markirovka qo'yilib ketadi. Markirovka har bitta suvni baklashkasida markirovka o'ziga mos bo'ladi. U degani xuddi shu suvda boshqa baklashkasida markirovka bir xil bo'lmaydi. Har bitta baklashkani markirovkasi boshqa bo'ladi. Markirovka tovarni dvijeniyasini zavoddan klientgacha, iste'mol qiluvchigacha tovarni dvijeniyasini nimasini qilib beradi. Qanday aytsam bo'ladi? Kimga qachon tovar o'tgan, qaysi chislada shu narsani bildirib beradi. Любой do'kon hozirgi kunda 1-apreldan suv, keyin tabachniy izdiyalar, alkogol mahsulotlari naqd pulga sotib olmaydi. Bu narsa nima uchun qilingan? Shtobi har bitta tovar bilish kerak, odam qaysi firmaga qarashli va qachon sotilyapti. Xo'p, aytaylik siz zavoddan, sizni do'koningiz bor, siz zavoddan suvni перечислениyaga firmangizga oldingiz, перечисление orqali pul to'ladingiz. Перечисление orqali pul to'ladingiz. Bu markirovka, misol siz 10 blok suv olasiz, 10 blokka ichida nechta suv bo'lsa, hammasi sizni firmangizning nomiga, balansingizga tushdi suvlar. Endi siz nima qilishingiz kerak? Siz shu suvni sotib oldingiz. Shuning uchun har bitta markirovkalik suvni siz agar перечисление orqali o'zingizning firmangizga sotib olgan bo'lsangiz, shu suvni siz naqd pulga sotib bera olmaysiz, klientga chek bermasdan. Bunaqa narsa hozirgi kunda mumkin emas. Siz har bitta markirovka mahsulotini virtual kassadan, u degani onlayn KKM apparatdan o'tkazib, urib sotishingiz kerak. Nima uchun u narsa qilinadi? U degani siz o'zingizning firmangizning balansidan shu suvni chiqarib olyapsiz. Agar siz bu suvni naqd pulga sotib, noto'g'ri, noqonuniy ishlaydigan bo'lsangiz, u yaxshi narsa emas. Bu hamma suvlar sizning balansingizda yig'iladi do'koningizda. Har bitta suv kodi o'ziga mos bo'lgani uchun keyinchalik, misol sizni yoningizga tekshiruv yoki nimadir keladigan bo'lsa, shu suv sizning balansingizda turgan bo'ladi. Sizga savollar paydo bo'ladi. Siz shuncha suv sotdingiz. U suvlar qani sizning do'koningizda? Shuning uchun e'tiborlik bilan, to'g'ri yo'llar bilan ishlashingizga tavsiya qilamiz. Har bitta suv markirovkasini skaner orqali o'tkazib sotishga. Shu. Markirovkalarni to'g'ri yo'li bilan sotish kerak. U degani, misol suvni sotadigan bo'lsanglar, suvni o'zini IQPU muhit kodi bo'ladi. Programma orqali hamma kodlarni tekshirib, qulaylik tarafi siz uchun programmamizda, Regis programmamizda IQPU kodlar suvga avtomatik o'zi qo'yiladi, любой tovarga. Sizlar tovarni shtrix kod bilan prixod qilgan paytingizda IQPU kodi o'zi qo'yiladi. Sotayotgan paytingiz o'sha markirovkasini urib sotasiz. Plus undan tashqari yana bitta qulaylik, bitta markirovani suvni yoki любой boshqa tamaki mahsulot yoki alkogol 2 marta sotib bo'lmaydi. Bizda zo'r funksionalimiz bor. Bitta markirovkani 2 marta dasturimiz sotishi bermaydi ruxsatini. Shuning uchun sizlar bemalol to'g'ri yo'li bilan, hech qanaqa muammosiz davlat xizmatlaridan itagdali sizga bo'lmaydi. To'g'ri yo'li bilan ishlaysiz va kattalashasiz, yangi do'konlarni ochasiz. Shu, hech qachon esingizdan chiqmasin, to'g'ri yo'li bilan ishlash, markirovkalar bilan вообще savdoda. Agar sizlar ham to'g'ri yo'l bilan markirovkalarni to'g'ri urib, shtrix kodlarni to'g'ri urib ishlamoqchi bo'lsangiz, to'liq do'koningizda foyda, zarar, отчет, остатки hamma narsani ko'raman deydigan bo'lsangiz, agar bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga полностью под ключ do'koningizga avtomatizatsiya xizmatini qilib bera olamiz. Pastdagi nomerlarga murojaat qilsangiz, bemalol siz bilan bog'lanamiz.